Hasanxon qori jome masjidi bo'lyapti. Xalq tili bilan aytganda Haytek masjid. Chilonzorda joylashgan. Okalar mana masjidda bitta uchastka bor. Nima deydi? 300 metr bu yoqda yursa Haytek masjid bo'lyapti, 300 metr bu yoqda yursa Chilonzor Parusga chiqib olmadi. Xullas, to'ru 2 sotuv 10 ta xonadan iborat uyimizning narxi $305,000. Egalari nomerini qoldiramiz, uyga ko'ramiz. Hovlimiz yaxshi, mahalla tinch. Tak. Bu mahalladachi qo'ni-qo'shnilarni ko'rdim. Eng katta shinam uy mana shu ekan. Bemalol 3 ta mashina sig'sa bo'ladi. Uyimizni tegi polniy podval. Podval uylarni juda ko'pchilik so'rashyapti-ku. Bu yerda mana bitta sanuzel, etegida 2 ta xona bor. Sanuzelli serob. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Podval ham katta, zeleniy zonasi bor. Birinchi qavatda bu yerda mana kirib olganimiz xonalar sonini ko'ramiz. 3 ta xona bor, tepada 5 ta xona bor. Oqili bu xol katta, keng ko'rayotgan bo'lsanglar, nima deydi, anu remontni prosta qo'ylatib qo'yishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Vysokopotolochniy xonalar katta. Bu yerda mana bitta xonasi bor. Lekin ochiq gap, men o'zim ham havosim keldi. Bu yerda sanuzel va kattalar yotoqxonasi. Oqili uyimiz shinam, juda ham fayzli ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Tepaga chiqamiz. Hop, tepaga chiqib olgan bo'lsa, oka, mana bu yerdan ham hovlini tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi bemalol. Va ikkinchi qavatga chiqib oldik. Xonalarni ko'ringlar, bu kattaligini. Bu islomiy oxirgi payt qachon obzor qilganimiz buni katta xona. Ikkinchi qavatdagi mehmonxona. Kattalar yotoqxonasi va sanuzel. Общий ikkinchi qavatda hol bilan birga 5 ta xona bo'lyapti. Bu mana bitta kattalar yotoqxonasi va ichkarida yana bitta xona bor. Xo'p, bu mana zeleniy zonamiz, uyimizning tashqi fasad ko'rinishi. Okalar, eslatib o'tamiz, почти 4 sotuv. Xonalar soniga chiqib adashib ketmasanglar bo'ldi, anu nima deydi, talash bo'lmaydi. Bemalol 2 ta oila sig'adi, 10 tacha xona bor. Bu mana kuxnyamiz. Lekin shinamgina qilib qo'yishdi, gap bo'lishi mumkin emas. Ichkarida sanuzel. Va bu yerda mana etegiga tushgan 2 ta xona. Bu bitta xonamiz, bu yerda ham sanuzel bor va ichkarida kattalar yotoqxonasi ko'rishimiz mumkin. Xullas, oqili 2 sotuv, почти 10 tacha xona bo'lyapti. Uy egasi nomerini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uyimiz sunnatiga kelishadigan joyi bor. $305,000 bo'lyapti. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uch bolalar hammaga rahmat.